Savol: kishi Ramazon ro'zasini tutsa-yu, lekin biror sabab bilan ochlikka chidolmay yoki chanqab qolib, ro'zasini ochib yuborsa, buning evaziga qancha kun ro'za tutib beradi va bu ro'zani ochishlikda gunoh bormi? Ro'za tutgan odam o'ziga ro'za tutish farz bo'lganligini bila turib, o'z ixtiyori bilan ro'zasini ochib olsa, katta gunoh ish qilgan bo'ladi. Bu ishni qilganini jazosi o'sha bir kunlik ro'zasini ochib olganligi uchun bir qul ozod qilish kerak. Unga qudrati yetmasa 60 kun ketma-ket orasini uzmasdan ro'za tutib berishi vojib. Bir kunlik o'z ixtiyori bilan ochgan ro'zasini qazosi uchun. Ana unga ham qodir bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izadigan darajada taom beradi. Bu ishlarning tartibi o'sha ro'zani ochib yuborgan odamning imkoniyatiga qarab bo'ladi. Qulli bo'lib qul ozod qiladigan bo'lsa, ro'za tutishga ruxsati yo'q yoki taom berishni ixtiyor qilishga unga ijozat berilmaydi. Ana ro'zani ahamiyati qanchalik ekanligini mana shu yerdan ham bilib olsak bo'ladi. Bu ma'noni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hayotlarida bo'lib o'tgan voqealarda ham o'z aksini topganligini ko'ramiz. Mashhur hadis bor. Bir sahobiy kelib, ey Allohning rasuli, men halok bo'ldim, ham halok qildim. Nima bo'ldi senga? Ramazonning kunida xotinimning ustiga yiqildim. Ya'niki er-xotinlik aloqasini qildim. Shu bilan o'zim ham halok bo'ldim, xotinimni ham halok qildim demoqchi. Endi nima bo'ladi? Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, bir bo'yin ozod qilasan. Raqaba deydi arab tilida. Raqaba deganni insonning bo'yin qismini aytiladi. O'sha bo'yin deganda raqabani ozod qilasan deganda, demak qul odamni ozod qilasan degani. Unda bo'lsa bir qulni ozod qilasan, bir bo'yinni ozod qilasan dedilar. Haligi odam o'zini bo'yniga bir urib turib, mana shu bo'yindan boshqa menda bo'yin yo'q dedilar. Ya'ni meni qulim yo'q dedi. Qanaqa qilib ozod qilaman? Devdi, undoq bo'lsa 60 kun ketma-ket ro'za tutasan dedilar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Haligi odam aytdilarki, ey Allohning rasuli, ro'zani deb shunga o'zi giribtor bo'ldim. Bir kuniga shuni bo'lgan 60 kunni qanaqa qilib tutaman dedi. Bunga ham imkonim yo'q dedi. Devdi, bo'lmasa 60 ta miskinni to'yg'izasan dedilar. Devdilar, 60 ta miskinni to'yg'izadigan holim yo'q dedilar. Hech narsam yo'q. Shunda Rasul akram alayhisolatu vassalam aytdilarki, undoq bo'lsa sen kutib turgan bir sadaqadan xurmo yoki biror narsa kelib qolsa, senga berarmiz dedilar. Haligi odam cheka chiqib, g'amgin bo'lib o'tirdi. Bir vaqt odamlar zambilda xurmo ko'tarishib kelib qolishdi. Sadaqa xurmo, mana kimga bersangiz Rasululloh sizga olib keldik deyishardi odatda sahobalar. Shundoq bo'ldi. Haligi ko'p miqdordagi xurmoni ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi savol so'ragan qani dedilar. O chekada o'tirganida mana deb olib kelishdi. Mana bu xurmoni olgin. Olib borib kambag'allarga tarqatib bergin dedilar. Devdi haligi odam, shu Madinadagi eng kambag'alga beramanmi? dedilar. Ha, eng kambag'alga berasan. Devdilar, haligi odam, mendan boshqa mendan kambag'alrog'i yo'q-ku dedi. Eng kambag'ali o'zimman dedi. Bo'pti, bor, olib borib o'zing yeyveraver dedilar. Demak, mana shu hukmlarni ko'rib turibmizki, bu yerda birovni qasddan qiynash yoki boshqa yo'q,
lekin farzni his qilsin. Allohning oldidagi mas'uliyatini bilsin. Allohning ibodatini o'yin qilmasin. Mana shu ma'nolarda demak hukm chiqqan. Shuning uchun ro'zani juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimizga farz bo'ldimi, iymon, e'tiqod bilan, ixlos bilan tutish kerak. Bu narsa hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi inshaalloh insonlarga.